Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim hujjatlar bo'lmasa pensiyaga qo'shimcha haq ustama yoki qayta hisob-kitob avtomatik tarzda hisoblanmaydi. Bu oddiy ogohlantirish emas. Bu ko'pchilik oilalarning real puliga ta'sir qiladigan masala. Bir dona arxiv ma'lumotnomasi, bir dona buyruq ko'chirmasi yoki mehnat stajini tasdiqlovchi hujjat bo'lmagani uchun odam oyma-oy kamroq pensiya olayotgan holatlar juda ko'p uchraydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumot albatta kerak bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda oddiy odam tushunadigan qilib amaliy maslahatlar berib boraman. Men avvalo masalaning asosini sodda qilib tushuntiraman. Pensiya miqdori va unga qo'shiladigan ayrim ustamalar shunchaki men ishlaganman, mening stajim ko'p, men falon joyda xizmat qilganman. Mening huquqim bor degan og'zaki gap bilan hisoblanmaydi. Pensiya organi pulni faqat hujjat bilan tasdiqlangan ma'lumot asosida hisoblaydi. Ya'ni sizning haqingiz bo'lsa ham u huquq hujjatda ko'rinmasa, amalda to'lovga aylanishi qiyin bo'ladi. Oldin ko'p narsa mehnat daftarchasi, korxona ma'lumotnomasi, arxiv hujjatlari orqali tasdiqlanardi. Odamlar zavodda, kolxozda, maktabda, shifoxonada, qurilish tashkilotida ishlagan. Lekin hujjatlarning bir qismi korxonada qolgan, bir qismi arxivga topshirilgan, ba'zilari yo'qolgan. Ayrimlarda mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq. Ayrimlarda ishga kirish buyrug'i bor. Ishdan bo'shash buyrug'i yo'q. Yana ayrimlarda ish haqi ko'rsatilgan ma'lumotnoma bor. Lekin unda tashkilot rekvizitlari yoki mas'ul shaxs imzosi to'liq emas. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni. Ayrim hujjatlar davlat idoralari o'rtasida elektron almashiladi. Lekin bitta muhim jihat bor. Elektron bazada ma'lumot bo'lmasa yoki eski davrdagi ma'lumot raqamlashtirilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi siz aytgan davrni o'z-o'zidan qo'shib qo'ya olmaydi. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshidagi ish joylari, tugatilgan korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlar. Xorijdagi mehnat davrlari bo'yicha ko'p muammolar chiqadi. Asosiy savol shunday: qaysi qo'shimcha haqlar hujjatsiz hisoblanmaydi? Men buni kengroq tushuntiraman. Pensiyaga ta'sir qiladigan hujjatlar bir necha guruhga bo'linadi. Mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi miqdorini tasdiqlovchi hujjatlar, imtiyozli staj yoki alohida sharoitda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar, harbiy xizmat, o'qish, bolani parvarish qilish davri, nogironlik, faxriy unvon yoki mukofotlar bo'yicha hujjatlar, har birining ta'siri boshqa. Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda tayinlangan yoki qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar e'tibor bersin. Ko'pincha odam pensiyaga chiqqanda shoshiladi. Mayli, hozircha tayinlasin, keyin hujjat olib kelaman deydi. Lekin keyin 1 yil, 2 yil o'tib ketadi. Natijada har oy 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq farq bo'lishi mumkin bo'lgan pul olinmay qoladi. Men raqamlarni shartli misol sifatida keltiryapman. Aniq miqdor har bir fuqaroning staji, ish haqi va pensiya turiga qarab hisoblanadi. Masalan, bir ayol 30 yil ishlagan deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasida 24 yil aniq ko'rinadi, 6 yil esa eski tashkilotda ishlagan davr bo'lib, yozuvda muhr noaniq yoki tashkilot nomi tushunarsiz. Agar shu 6 yil hujjat bilan tasdiqlanmasa, hisob-kitobda 30 yil emas, 24 yil ko'rinishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Odam esa men 30 yil ishlaganman-ku deb ranjiydi. Lekin pensiya xodimi og'zaki gapni emas, hujjatni ko'radi. Ikkinchi guruh. Ish haqi yuqori bo'lgan, davrini tasdiqlay olmayotganlar. Pensiya hisobida stajdan tashqari ish haqi ma'lumotlari ham muhim bo'lishi mumkin. Masalan, odam bir paytlar yaxshi maosh olgan, mas'ul lavozimda ishlagan. Lekin o'sha davr bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Mehnat daftarchasida ishlagani ko'rinadi, lekin qancha oylik olgani ko'rinmaydi. Bunday holatda pensiya organi mavjud tartib asosida bor ma'lumot bilan hisoblaydi. Lekin fuqaro kutgan yuqori miqdor chiqmasligi mumkin. Shuning uchun ish haqi ma'lumotnomasi juda muhim. 3-guruh imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, og'ir mehnat sharoitida, zararli ishlab chiqarishda, tibbiyotning ayrim yo'nalishlarida, ta'limda, konchilikda, kimyo sanoatida, issiq sexlarda, yer osti ishlarida yoki boshqa maxsus ro'yxatlarga kiradigan ish joylarida ishlagan bo'lishi mumkin. Bu yerda oddiy mehnat daftarchasidagi
lavozim nomi yetarli bo'lmasligi mumkin. Lavozimning aniq nomi, ish sharoiti, to'liq stavka, buyruqlar, attestatsiya hujjatlari, korxona ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjatda lavozim noto'g'ri yozilgan bo'lsa, imtiyozli staj tan olinmasligi xavfi bor. 4-guruh farzand tarbiyasi yoki qaramog'idagi shaxslar bo'yicha qo'shimcha to'lov kutayotganlar. Ayrim holatlarda pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lsa yoki nogiron farzandi bo'lsa yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar mavjud bo'lsa, tegishli hujjatlar talab qilinadi. Bunda tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yashash joyi bo'yicha tasdiq, qarindoshlikni ko'rsatuvchi hujjatlar so'ralishi mumkin. U mening qaramog'imda deyishning o'zi yetmaydi. Buni hujjat bilan ko'rsatish kerak. 5-guruh harbiy xizmatni hisobga qo'shmoqchi bo'lganlar. Erkaklarda ham, ayrim hollarda ayollarda ham harbiy xizmat davri pensiya stajiga ta'sir qilishi mumkin. Buning uchun harbiy bilet Mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma yoki xizmat davrini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, xizmat qilganman deb qo'l qovushtirib o'tirish kerak emas. Tuman yoki shahar mudofaa ishlari bo'limiga murojaat qilib, arxiv ma'lumotini tiklashga harakat qilish kerak. Endi oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi pensioner aka 1995 yildan 1992 yilgacha zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan sanasi bor, lekin ishdan bo'shagan sanasidagi muhr o'chib ketgan. Zavod allaqachon tugatilgan. Pensiya tayinlanganda bu davr to'liq hisobga olinmagan. U kishi keyin viloyat arxiviga murojaat qilib, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlaridan ko'chirma oldi. Shundan keyin qayta hisob-kitob masalasi ko'rib chiqildi. Mana shu yerda asosiy xulos korxona yopilgan bo'lsa ham hujjat butunlay yo'q degani emas. Ko'p hollarda arxivda saqlangan bo'ladi. Ikkinchi misol, pensioner opa maktabda ko'p yil ishlagan, lekin familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Mehnat daftarchasining bir qismida eski familiya, bir qismida yangi familiya yozilgan. Nikoh guvohnomasi taqdim qilinmasa, ayrim davrlarni bir shaxsga tegishli ekanini isbotlashda muammo chiqishi mumkin. Opa bu ham menmanku deydi. Lekin hujjat tizimi buni bo'g'lab berishi kerak. Shuning uchun familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, nikoh, ajrim, ism o'zgartirish haqidagi guvohnomalar juda muhim. 3-misol. Bir kishi 1998-2003 yillarda xususiy firmada ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin firma ijtimoiy to'lovlarni to'lamagan yoki ma'lumotlar bazada ko'rinmaydi. Bunday holatda hamma davr avtomatik tan olinadi deb o'ylash xato. Ish beruvchining rasmiy hujjatlari, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar, arx hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Norasmiy ishlagan, konvertda oylik olgan davrlarni pensiyada isbotlash eng qiyin masalalardan biridir. 4-misol, pensioner bir necha yil chet davlatda ishlagan. Agar bu ish rasmiy bo'lgan bo'lsa ham, O'zbekiston pensiya organi uni o'z-o'zidan ko'ra olmaydi. Davlatlar o'rtasidagi kelishuv, ish joyi hujjatlari, tarjima, tasdiqlash tartibi, ba'zan apostil yoki konsullik tasdig'i kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet eldagi mehnat davrini hisobga qo'shmoqchi bo'lgan odam hujjatlarni oldindan tayyorlashi kerak. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning barcha ish davrlaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, ishga kirish va chiqish sanalari to'g'ri bo'lsa, familiya o'zgarishi hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari mavjud bo'lsa, pensiya tayinlanganda hamma hujjat topshirilgan bo'lsa, unda ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir men har bir pensionerga o'z pensiya ishini bir marta tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki xatolik ba'zan fuqaro aybdorligidan emas, eski hujjatlardagi noaniqlikdan, raqamlashtirishdagi xatodan yoki tashkilotlar nomi almashgandan kelib chiqadi. Endi eng muhim nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har qanday yozuv ham avtomatik qabul qilinavermaydi. Yozuvda sana bo'lishi, lavozim bo'lishi, buyruq raqami bo'lishi, mas'ul shaxs imzosi va muhr bo'lishi kerak. Agar yozuv ustidan chizilgan, tuzatilgan, boshqa siyoh bilan yozilgan yoki muhr o'qilmaydigan bo'lsa, qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Odamlar ba'zan daftarchamda yozilgan-ku deydi. Ha, yozilgan, lekin yozuvning huquqiy kuchi to'liq bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, lavozim nomi juda muhim. Masalan, odam zararli sharoitda ishlagani aytadi.
lekin mehnat daftarchasida umumiy lavozim yozilgan. Aslida esa imtiyozli staj uchun lavozim maxsus ro'yxatdagi nomga mos kelishi kerak bo'lishi mumkin. Operator, ishchi, ustachi kabi umumiy yozuvlar ba'zan yetarli bo'lmaydi. Korxona ma'lumotnomasida u qaysi sexda, qanday uskunada, qanday sharoitda, qaysi davrda, to'liq ish kunida ishlagani ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, o'qish davri hamma vaqt bir xil hisoblanmaydi. Ayrimlar institutda, texnikumda, bilim yurtida o'qigan davrim stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masala davrga, o'qish shakliga, qonunchilikdagi tartibga va pensiya turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun diplomning o'zi ba'zan yetarli emas. Kunduzgi o'qiganlik to'g'risida ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Sirtqi, kechki, kunduzgi ta'limning huquqiy oqibati har doim ham bir xil emas. 4-nozik jihat, bolani parvarish qilish davri bo'yicha hujjatlar. Ayollar orasida ko'p uchraydi. Farzandlar tug'ilgan, lekin tug'ilganlik guvohnomalari yo'qolgan. Ayrim farzand boshqa davlatda tug'ilgan, familiyalar o'zgargan. Agar bu davr pensiya hisobiga ta'sir qiladigan bo'lsa, farzandning tug'ilganlik hujjati, onalikni tasdiqlovchi ma'lumot, ayrim holatlarda yashash va tarbiya bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar to'liq bo'lmasa, tegishli davr hisobga olinmasligi ehtimoli bor. 5-nozik jihat, men ilgari topshirganman degan gap. Ha, siz hujjatni topshirgan bo'lishingiz mumkin, lekin u pensiya ishida bormi, to'g'ri kiritilganmi? Hisob kitobda inobatga olinganmi? Buni tekshirish kerak. Ba'zan odam bir necha yil oldin ma'lumotnoma topshirganini aytadi, lekin nusxasi o'zida yo'q. Keyin hujjatni topish qiyinlashadi. Shuning uchun har bir topshirgan hujjatning nusxasini qabul qilinganligi haqidagi belgi yoki ro'yxatni saqlab qo'yish kerak. 6-nozik jihat, ish haqi ma'lumotnomasidagi xatolar. Ma'lumotnomada oylar bo'yicha ish haqi ko'rsatiladi. Lekin ayrim oylarda nol chiqib qolgan, ayrim oylar tushib qolgan, valyuta yoki eski pul birligi noto'g'ri ko'rsatilgan, tashkilot muhri yo'q, bosh hisobchi imzosi yo'q. Bunday ma'lumotnoma qaytarilishi yoki qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Natijada qayta hisoblash kechikadi. Shuning uchun ma'lumotnomani olganda darhol tekshirib chiqing. Familiyangiz to'g'rimi, sana to'g'rimi? Lavozim to'g'rimi, davr to'liqmi, imzo muhr bormi? 7-nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlik, dehqon xo'jaligi o'zini o'zi band qilish davrlari. Bunda ham men ishlaganman degan gap yetmaydi. Soliq to'lovlari, ijtimoiy soliq yoki qonunda belgilangan majburiy to'lovlar, ro'yxatdan o'tganlik va faoliyat davrini tasdiqlovchi ma'lumotlar muhim. Agar faoliyat rasmiy yuritilmagan bo'lsa, pensiya stajiga qo'shishda muammo chiqadi. Ayniqsa bozor savdosi, ustachilik, uyda xizmat ko'rsatish, mavsumiy ishlar bo'yicha ko'pchilik shu xatoga yo'l qo'ygan. 8-nozik jihat, qaysi vaqtdan boshlab qo'shimcha to'lanadi? Bu juda og'riqli savol. Ko'pchilik hujjatni bugun topshirsam, o'tgan 5 yil uchun hammasini qaytarib berishadi deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash va qo'shimcha to'lovning boshlanish sanasi qonunda belgilangan tartibga, murojaat sanasiga, huquq qachon yuzaga kelganiga va hujjat qachon taqdim qilinganiga bog'liq bo'ladi. Ko'p holatda kech murojaat qilish fuqaroning o'ziga zarar qiladi. Shuning uchun hujjat topilgan zahoti kutib o'tirmasdan murojaat qilish kerak. Har bir oy kechikish sizning cho'ntagingizdagi real pulga ta'sir qilishi mumkin. 9-nozik jihat, og'zaki maslahatga ishonib qolmang. Kimdir navbatda turib bu kerak emas ekan deydi. Kimdir qo'shni men topshirmaganman, baribir hisoblashgan deydi. Lekin har bir pensiya ishi alohida. Sizning ish joyingiz, davringiz, hujjatingiz, familiyangiz, stajingiz boshqa. Shuning uchun faqat rasmiy javob, yozma tushuntirish va hujjatli tekshiruvga tayaning. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnomalar, mukofot yoki faxriy unvon hujjatlari, eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, ish haqi ma'lumotnomalari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqma-varaq tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami, lavozim, muhr bor yo'qligini ko'ring. Qayerda muhr o'chgan, qayerda sanad tushib qolgan, qayerda familiya boshqacha yozilgan, qayerda tashkilot nomi noto'liq, bularni alohida ro'yxat qilib yozing. Masalan,
1977-1990 yillar Paxtakor qurilish boshqarmasi muhrni aniq. 1994-1998 yillar xususiy korxona ishdan bo'shash buyrug'i yo'q. Shunday ro'yxat sizga pensiya jamg'armasiga borganda juda yordam beradi. 3-qadam tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiya ishimda qaysi davrlar hisobga olingan, qaysi davrlar hisobga olinmagan, qo'shimcha hujjat kerakmi, qayta hisoblashga asos bormi deb so'rang. Iloji bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Chunki yozma murojaatga yozma javob beriladi. Og'zaki gap esa keyin isbot bo'lmaydi. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini hisoblashda mehnat stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni. Agar qo'shimcha hujjatlar talab etilsa, ularning ro'yxatini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday sodda ariza ham vaziyatni ancha aniqlashtiradi. 4-qadam, agar eski korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limi yoki arxivga boring. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, lavozim o'zgarishlari, ish haqi ma'lumotnomasi, zararli sharoitda ishlaganlik ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Ma'lumotnoma olayotganda unda tashkilotning to'liq nomi, stir yoki rekvizitlari, manzili, telefon raqami, rahbar va bosh hisobchi imzosi, muhr berilgan sana, hujjat raqami bo'lishiga e'tibor bering. 5-qadam, korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman, shahar yoki viloyat davlat arxivlari, idoraviy arxivlar, tugatilgan korxonalarning hujjatlari saqlanadigan maxsus arxivlar bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda aniq ma'lumot yozing. Tashkilot nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. Men falon yillarda ishlaganman, staj va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb ko'rsating. 6-qadam, hujjatlarda familiya yoki ism farqi bo'lsa, uni albatta bog'lang. Nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, ism o'zgartirish to'g'risidagi guvohnoma, tug'ilganlik hujjati kerak bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar yozilgan. Pasportda Tursunova Dilbar bo'lsa, bu bir odam ekanini hujjat isbotlashi shart. Aks holda sizning stajingiz boshqa shaxsga tegishli yozuvdek ko'rinib qolishi mumkin. 7-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini oling. Asl hujjatni topshirayotgan bo'lsangiz ham, nusxasi o'zingizda qolsin. Qaysi kuni, qaysi idoraga, kimga, qaysi hujjatni topshirganingizni yozib boring. Agar qabul qilish raqami berilsa, saqlang. Elektron murojaat qilsangiz, ariza raqamini skrinshot qilib oling yoki yozib qo'ying. 8-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organ yoki sud tartibida murojaat qilish huquqingiz borligini biling. Men darrov nizolashga chaqirmayman. Avval hujjatlarni to'plang, tushuntirish oling, xatoni aniqlang. Lekin agar sizda aniq dalil bo'lsa, hujjat bo'lsa, u inobatga olinmayotgan bo'lsa, masalani qonuniy tartibda ko'tarish mumkin. Yana bir muhim maslahat. Pensiyaga endi chiqadiganlar ham hozirdan tayyorgarlik ko'rsin. Pensiya yoshiga 6 oy yoki 1 yil qolganda hujjatlarni tekshirishni boshlang. Oxirgi oyda yugurib yurish juda qiyin. Arxiv javobi ba'zan tez keladi, ba'zan vaqt oladi. Eski korxona hujjat topishga ulgurmaydi. Xatoni tuzatish uchun ham vaqt kerak. Oldindan harakat qilgan odam ko'proq yutadi. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiyaga qo'shimcha haq yoki qayta hisob-kitob huquqi bo'lishi mumkin. Lekin u hujjat bilan tasdiqlanmasa, amalda hisoblanmasligi mumkin. Mehnat staji, ish haqi, imtiyozli ish sharoiti, harbiy xizmat, o'qish, farzandlar, qaramog'idagi shaxslar familiya o'zgarishi, mukofotlar va boshqa asoslar bo'yicha hujjatlarni tekshirib chiqing. Har bir yo'qolgan yoki noaniq hujjat oyma-oy pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni papkaga jamlang. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Pensiya jamg'armasidan pensiya ishingiz bo'yicha tushuntirish so'rang. Kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Eng muhimi kechiktirmang. Chunki hujjat qancha kech topshirilsa, masala shuncha cho'ziladi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmagan, qayerdan oldingiz pensiyangiz qayta hisoblandimi? Bu boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasi uchun juda muhim.